ushlagan joyincha andijonlik yulib oladigan bolalar. Bugun Yormazor go'sht markazidan 500 ming shuni yulib olib chiqib ketadi, xudo xolasa. Ayniqsa qassob bo'lsa, endi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Andijonning qassoblari bir kesar, Andijonning qassoblari bir so'zli mard bolalar. Katta o'rta. 7 o'lchab bir kesamiz. Qassob do'stimiz professional. Go'shtni kesib, taroziga qo'yib qo'yishga qaranglar, ashta o'zida qolasizlar kameralar oldida. Yomon emas o'rta. Do'stimizga omadlar tilaymiz. Katta o'rta, bormi? Andijonlik bolalar 7 o'lchayda hamda bitta kesadi, tugadi. Do'stimizga omadlar tilaymiz. Malades do'stim, 7 o'lchab bir kesamiz, bormi? Olg'as aka! Fuaa!